Hozir o'sha sandiqni nima bo'lsa ham ko'raman. Egasi nima ham derdi axir menga. Menimcha hech qanaqa sirli emas-da. Mana o'sha sandiq yo ichida nima bor ekan, juda ham qiziqib ketyapman. Menimcha qanaqadir boylikmi, nimadir bor. Hozir ko'raman, yaxshi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Joha va sizlar yangi videodasizlar. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar va kanalga ham obuna tushunmadim. Kanalga obuna bo'linglar demoqchi edim. Kimdir o'ynamni sindirib ketdi. Obbo, qaysi yaramas qildikina, bu ishni qaysidir yaramas jetel qilgan bo'lsa kerak. Mayli, hozir o'zimni ishlarimni qilib olayim, polozdagi ishlarim, chunki bu polozdagi ishlarni qilmasam, keyinchalik hech qanaqangi ish bo'lmasligi mumkin. Tushunmadim. Yigitcha, qalay ishlar, yaxshimi? Assalomu alaykum. Siz kimsiz? Tanimadim. Men qishloqqa yangi ko'chib keldim. Qurollar tushunmadim, nima gap? Seni yordaming kerak menga. Qanaqa yordam? Xullas, bu yerga yangiman. Uy olgandim. Uy esa ta'mirtalab ahvolda ekan. O'shanga uyimni remont qilib berishingni xohlardim. Mana pullarni olib qo'y. Mayli, unda harakat qilaman, lekin qurolni ko'rsatish shart emasdi. Bu meni uslubim. Ya'ni luboy kishini o'zim xohlagan yo'lda yurg'izish uchun foydalanaman. Tushunarli. Mayli, qayerdan qurish kerak? Aytgancha, garaj ham qurish kerak. Menda yangi mashina bor. Yangi mashina? Qanaqa mashina ekan? Kelsang ko'rasan, albatta. Yangi mashina juda ham yangi ekan. Xuddi shunaqa. Qarochi, mana bu yerdan garaj qurasan. Uyni esa remont qilasan. Uyning ichida sandiq bor. Sandiqni hech qachon ocha ko'rma, tushundingmi? Aha, xo'p, bu sandiqni ochsam bo'ladimi? Buning ichida kerakli narsalar bor. Buni ochishing mumkin. Mana bu kalitni olib qo'y, mashinani kaliti. Garaj qurganingda garajning ichiga kirgizib qo'yasan. Tushunyapsanmi? Bo'ldi. Brat fatsal kuchanmayroq gapirsangiz ham tushunardim. Qilib gapirar ekan bratda, nimagadir bilmadim. Qarochi, obunachlar, mayli, bizga soqqa kerak albatta. $100 qancha pul berib ketdi. O mashinasini yangi dedim, chunki qo'rqdim, quroli bor ekan. Bu eski, juda eski mashina. O'zinglar ham albatta ko'rib turibsizlar qanaqa holatda ekanini. Mana bu mashinani yangi desak bo'ladi, Force-ni. Ya'ni Porsche deb yoziladi ekan. Force deb o'qiyapman. Nima qanaqa o'qiladi bilmayman. Qarochi, bilsanglar kommentariy yozib qoldiringlar. Menimcha Porsche deb o'qilsa kerak. Mana bu yer buzilib qopti, qaytarib ekib qo'yayin. Mana bu yerni ham to'g'rilab yuborish kerak. Obbo, qo'shnining polizini sozlab o'tib ketmasam bo'lmaydi har doim. O'zi buzib qo'ygan, men buzib qo'yganim yo'q. Hozir uyimdan borib instrumentlarimni olib kelaman-da, o'sha joyda ish boshlayman. Obbo, nima qilyapsiz qo'shni? Bularni tezroq qilib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Vaqti bo'lmayapti-da. Vaqtni orttirish kerak. Kartoshkalaringizni oling, meni qo'limga kelgan kartoshkalar menga ortiqcha biron haqqi kerak emas. Xo'sh, mana jetel har doim, mana unisi ham ortidan boryapti. Bular Spider-Man bo'lmoqchimi yo o'zini tomdan tashab o'lmoqchimi, nimadir qilmoqchi? Qanaqa rejasi bor ekanligi vobshe tushunmayapman. Mayli, hozir o'zimda instrumentlarimni olaman-da, borib o'sha yoqqa qarochi ish boshlayman. Ya'ni uy qurishni, uyni remont qilishni hamda yonidan garaj qurishni boshlayman. Atak menimcha yaxshi chiqsa kerak garaj, chunki garajga qo'yiladigan mashina o'zi unchalik yaxshi emas. O'tgan galgi videolarni kommentariyasini hammasini o'qib qaradim. Bitta jigarimiz yozgan ekan. Ya'ni Admiral PUBG deb aytib bering degan ekan. Admiral PUBG jigarim deb aytib berishim kerak ekan. Addushi Admiral jigarim. Kommentariyalar ko'p yozyapsiz. Sizga kattakon rahmat. Yana sizlarni ham aytishim mumkin, faqat kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Nima ochilmaydi, obbo. Hozir to'xtanglar, men bu yerni ochib turib shu yerdan kirib ketmasam, menimcha mana shu yer ushlab qolgan shekilli. Mana endi ochildi. Mana shu yerda qanaqadir toshlar g'alati bo'lib qolgan ekan. Bu yerga taxtani ildiramiz. Endi mana eski taxtalar olib tashlash kerak bu yerdan, chunki bu taxtalar uyni ko'rkini buzib turibdi. Obbo, juda ham rasvo holatdagi uy ekan. Bilmadim kim buni bunaqa ahvolga solib qo'ygan. Qishlog'imizda bunaqa uy borligini bilmasdim. Bor ekan rostdan ham. Xo'sh, tak, manakay. Xo'p, yana qayerda? Mana bu yerda ham bor ekan. Okey. Mana bu yerda ham bor. Xo'p, mana buni ham olib tashlash kerak albatta. Mana bu ham shunaqa ekan. Nima bunaqa rasvo holatga kelib qolgan bu yerdagi hamma qarochdek nima edi? Daraxtlar demoqchi bo'layapman. Qanaqasiga daraxt bo'lishi mumkin bular? Bloklar albatta. Xo'p, obbo, qo'limga ari qo'nsin, borib qish qo'yaveraman. Umuman to'g'ri qo'yishni o'rgana olmadim. Balki keyinchalik kimdir o'rgatib qo'ysa o'rganib qolarman. Mana, menga toshlar ham berishgan. Obbo, jetel bu yerda nima qilyapsan? Chiq bu yerda o'tirma, tushundingmi? Bu yer axir remont qilinyapti, tushunmayapsanmi?
Remote qilsang nima qilib shu yerda tursam? Bu yerda turish mumkin emas, chiqishing kerak bu yerdan. Mayli, chiqmayman, shu yerda tura qolay iltimos. Yo'q, mayli, turaver shu yerda. Tak, hozir mana bu bloklarni olib tashlayman. Chunki вообще g'alati ahvolga kelib qolgan. Ko'rinib turibdi, o'tovlar o'sib qolgan. Nimaga? Bloklarga, tosh bloklarga. Rostdan ham o't o'lan o'sib qolgan. Nima bu blok joyiga boshqa blokni qo'y. Bo'ldi, mana endi qo'yib bo'ldi. Xo'p, manaka va bu tomonga ham bir nechta. Qalay chiqdi? O'ta go'zal, juda ham chiroyli qilding, lekin qo'yilsanga. Bilaman. Xo'p, ana endi xo'sh, menimcha juda ham chiroyli holatga kelib qoldi. Atrofida bu yerda ham bor ekan buziladigan joylar. Bu yerdagi joylarni ham sozlash kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Tak, mana bu yerni hozir nima qilyapsan sen, yaramas? O'tib ketay, yo'lda turma. O'tib ketding-ku, mayli. Короче, mana bu yerdagi bloklarni ham amallab qo'yib yuborishim kerak. Bitta tosh. Mana bu yerda tosh emas, taxta bo'lishi kerak ekan. Ko'ryapsizlar, noto'g'ri qo'yib yubordim. Bu esa juda ham yomon degani. Xo'sh, buni ham olamiz. Tepada bitta tosh ochiq qo'ygan. Mana bu toshni nima bu yerga qo'yishgan? Hayronman. Mana bu yerda blok olib ketilgan. Mana bu yerga ham bitta blok qo'yib qo'yish kerak, chunki bu yerga qo'yishga oyna yo'q. Oynani joyiga bitta blok qo'yib qo'ysam o'ta chiroyli ko'rinar ekan, chunki ikki tomoniga ikkitadan deraza bor. Bu esa chiroylilikni ta'minlaydi. Tak, mana bu yerlar qani boshqa yomon joy bu yerda bitta blok qolib yetibdi. Buni ham to'g'rilab ketaman albatta. Xo'p, manakay bo'ldi, всё. Endi ichkari tomoniga narsalar, bu yerda ham bor. Nahotki ko'rmayapman shularni ham. Mayli. Menimcha tugab qoldi desam, men bu yerga bitta tosh qo'yib ketmabman ekan. Toshni qo'yib ketish kerak albatta. Okey, bo'ldi. Mana bu yerda bitta taxta bor, tepada eshikning ustki qismida. Mana shuni olmasam agar eshik yana yopilmay qolishi mumkin. Obbo, nimalar qilyapman axir? Tak, okey, bo'ldi. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi. Jetellar uy qalay chiqdi? Zo'r, qoyil, dahshat chiqdi. Ko'rinib turibdi. Hozir xo'sh, mana bu narsalardan bitta verstaga yasab olish kerak, chunki men bir ikkita narsa qurishim kerak, hozir yasashim kerak. Verstakni mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Tak, hammasini taxtaga aylantirib yuboraymikan, yarmini aylantiraymikan. Yo'q, to'xtanglar, daraxtni o'zini ishlataman. Ya'ni garaj qurish kerak hozir mana bu bratan uchun. Mashina birinchi chekkaroq qo'yib qo'yish kerak. Tak, okey, bo'ldi. Kaliti bilan ochdim bir amallab. Hozir qayoqroq qo'yib qo'ysam bo'ladi? Ozroq yurg'izib qo'ysam mana shu yerroqqa. Xo'p, yana biroz va biroz. Mana bu yerga hozir birdan uyni yaqin joyga qo'yib qo'ysam, ustiga garaj qurib qo'ysam ham bo'ladi. Bu esa ishimni osonlashtiradi. Ya'ni mashinani keyinchalik sig'ishligini test qilib o'tirmayman. Shunchaki ichiga turgan holatida qurib qo'ysam, juda ham zo'r bo'ladi deb o'ylayapman. Xo'sh, mana shu yerda turadi. Qalay chiqdi Jetel? Zo'r. Sen mashinani to'g'ri parkovka qilar ekansan, shunaqa. Mana o'sha garaj ham tugadi. Bu yerga bir ikkita bloklar yetmay qoldi. Mayli, bitta yetmay qolgan bo'lsa hech narsa qilmaydi deb o'ylayman. Xo'p, mana bu yerda nechta blok bor ekan? Tak, bo'ldi. Tak, mana nechiga kelgandim? Bo'ldi, mana sanab oldim nechta ketishini hozir. Shunga moslab turib blok yasab olaman, ya'ni yarimtalik bloklardan. Ana bratan tegma deb qoldirgan sandiqni ham ichkariga kiritib qo'ydim. Nima uchun tegma deganiga hayronman. Balki ichida qanaqadir sirli narsasi bordir yoki xullas nimadir bor aniq. Nima borligi esa menga esa qorong'u. Mayli, keyinchalik so'rab ko'ram. Ana o'zidan yoki o'zim ochib ko'rishim mumkin, chunki juda ham qiziqib ketyapman. Ichida nima borligiga, lekin qo'lidagi qurollardan juda ham qo'rqdim. Axir meni otib qo'yadigan bo'lsa yoki nimadir qilib qo'yadigan bo'lsa yomon bo'ladi deb o'yladim. Hop, bitta ortiqcha blok qoldi. Mayli, uni keyinchalik qayerlargadir qo'yib joylashtirib yuborsam bo'ladi. U problema emas, joy topish. Hop, mana bo'ldi. Juda ham chiroyli garaj chiqdi va derazalar kerak. Garaj uchun derazalarni esa bratanda o'zi qayerdandir topadi deb o'ylayman. Topmasa ham farqi yo'q, menga o'zim ham yasab qo'yaverardim, lekin o'zim yasaganimdan ko'ra bratanda o'zi qurgani yaxshi. Mana bu yerni mana bunaqa qilib qo'ysak, tak, deraza sifatida turadi. Manakay, bu tomoniga ham xuddi o'shana qilib qo'yaman manakay. Juda ham chiroyli, muhim hech kim sig'maydi u yoqdan. Eshikni qanaqa qilsak bo'largina, eshikka qanaqadir narsa olib kelarmikan bratanda o'zi. Bu yer bemalol kirib chiqishga qulay bo'ldi. Mayli, hozir o'yin ichidagi narsalarni adashmasam olib kelmagan hali bratan. Qachondir olib keladigan bo'lsa, bemalol o'shanda joylashtirib ber desa joylashtirib berishim ham mumkin. Menga faqat remont qilish kerak degandi va kalitini ham shu yerda qoldiraman. Mana bu sandiqda nima borligini albatta bilmayman, chunki qarama dedi. Balki keyinchalik qarab ko'rishim ham mumkin. Hozir esa borib o'zimning ishlarim bilan shug'ullana qolganim ma'qul.
Atak juda ham qiziqib ketyapman. Nima bor ekan ichida? Menimcha qanaqadir oho, namuncha jetellar ko'payib ketdi. Qani masalan ko'payib ketyapsanlar. Oh, shunchalik jetel ko'payibdi. Allo janob mer, Ha, nima gap Jo'xa? qishloqda jetel yomon ko'payib ketibdi. Ha, bilaman, hech nima qilmaydi. Assalomu alaykum brat. Va alaykum, nima gap? Buyurtmalarimni olib keldingizmi? Mana pulni olib qo'ying. Ha, olib kelganman. Aha, bo'ldi hozir. Tak, buyurtma bergandim. Rahmat bratan. To'xtang, imzo qo'ymadim. Hamma keyinroq qo'yib kelsam ham bo'laveradi. Mana bu narsa uchish uchun yordam beradigan narsa. Qarochi buni zakaz qildim internet do'kondan ko'rib. Juda ham zo'r narsaga o'xshayapti. No, hozir bunda mazza qilib uçsam ham bo'lar ekan. Juda ham zo'r, vaqtimni behudaga sarflagandan ko'ra mana shu narsalar bilan vaqtimni o'tkazsam bo'ladi. Bemalol tepa joylarga ham chiqishi mumkin. Ana o'sha yetellar binoni ustiga ko'ryapsam, chiqib olgan uchmoqchi bo'lib turib, mana esa realni uchmoqchiman. Tak, juda ham chiroyli bu zaryadkasi ham bor ekan, 100% zaryadlanar ekan. Zaryadkasi 64 ta ortiqchasidan zakaz qilganman. Bu esa tugab qolmaydi doim. Ya'ni tez tugab qolmaydi demoqchiman qisqasi. Hozir tak bratga imzo qo'yib berish esimdan chiqqandi. Hozir o'shani berib ketaman. Brat imzo qo'yib berib ketmagan ekanman. Bilaman. Shuni senga aytmoqchi edim, qochib ketding. Bo'ldi, hozir mana imzo qo'ydim. Endi buni shu yerda qoldirib ketaman. Bo'ldi, boraver endi ishlaringni ko'r. Aha, mana bratan sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deydi-yu. Xo'sh, yana nimadir qilmoqchi edim. Ana u yashikning ichida nima bor ekan, juda ham qiziqib ketyapman rostini aytsam. Kechroq bo'lsin, hali borib ko'raman nima borligini. Rostdan ham juda ham qiziq bor. Nima bor ekan ichida? Sizlarga ham qiziqmi? Albatta videoni kuzatib turinglar. Hozir kech tushgandan keyin borib ko'raman. Chunki hozir ko'rsam egasi kelib qolishi mumkin. Egasi baribir keladi egasi. Xo'sh, kech tushdi. Ana endi hozir o'sha yoqqa borib sandiqning ichida nima borligini aniqlashtirib kelaman. Nima bor ekan, rostdan ham qiziq menga juda ham. Tak. Hech nima olib bormayman, chunki olib borishim kerak bo'ladigan o'zi hech narsa yo'q. Nima ham olib borardim? Xo'p, menda sandiqni buzib ochadigan narsa yo'q. Buzib ochib nima qilaman sandiqni? Sandiq shunday ochsa ham ochiladi, chunki eshigi bor sandiqni. Xo'sh, mana bu yerda sandiqlar ko'payib ketgan, chunki hammasiga men remont qilganimda ishlatgan narsalarimni solganman. Xo'sh, tak. Uyda bo'lmasinlar ham bo'lsa ham uyda bo'lsa agar uxlab yotgan bo'lsa lekin dabdala bo'ladi. Voy, jetel kirib qolibdi bu yerga. Jetel egasi yo'qmi? Egasi bor, uxlayapti. Sen nima qilyapsan bu yerda? Men sandiqning ichida nima borligini ko'rmoqchi edim. Sen ham ko'rmoqchimisan? Ha, baland gapirma, voy tentak. Bo'ldi, sekin gapiraman. Davay, hozir eshikka olib chiqaman, birgalikda ko'ramiz. Men shu yerdan kutib turaman, ya'ni qarab turaman. Uyg'onib qolmasdan oldin sen ochib ko'r. Uyg'onib qolsa xabar beraman. Bo'pti. Hozir obunachilar sekin yurmasam bo'lmaydi, chunki agar ko'rib qoladigan bo'lsa, dabdala bo'ladi. Ham bu juda ham og'ir ekan, ichidan nima borligi juda ham qiziqyapman. Qani?